kecha ijtimoiy tarmoqlarda Cobalt avtomashinasi yonida bir necha fuqaroni janjallashayotgan holat tarqaldi. Ushbu holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, ana shu fuqarolar aniqlandi. Chilonzor metro yonida bo'ldi. Yo'l talash oqibatida kelishmovchilik kelib chiqdi. Shu orasida janjal kelib chiqdi. O sheriklari biz bilan gap talashib ketdi. Keyin ular bizni tushib chetga olarini tushuntirmoqchi bo'lganimizda shu janjal kelib chiqdi. Boshqa qaytarilmaydi. Aybimizni tushuntirishdi, tushunib yetdik. Boshqa qaytarilmaydi. Sizga nima jazo qo'llanadi? 500 ga. Bir-biringlarni siqmanglar, to'g'ri haydanglar. Bunaqa ish qilmanglar. Shoferlar bir-birini hurmat qilsin. Sud tarafdan bizani hammamizga 5 sutka qamoq jazosi ko'rildi, ish shtraf qo'yildi. Pushaymonmiz qilgan ishimizdan. Biz xulosa chiqarib oldik o'zimiz uchun nima qilish kerak keyingi safargisiga. Bunaqa ish qilmaymiz boshqa. Pushaymonmiz aybimizdan. Xalqdan uzr so'raymiz. O'zimizga kerakli xulosani chiqardik. Bunaqa bir-biriga qo'pol muomalada bo'lish kerak emas ekan. Shahrimiz aholisi mehmonlaridan transportdan boshqa jarayonda o'zaro hurmat, o'zaro madaniyatga rioya qilib avtomashina boshqarishlarini so'rab qolamiz.